Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Navo musiqiy telekanalining qadrli muxlislari. Kuyli yoshligim ko'rsatuvining navbatdagi soni e'tiboringiz markazida. Bu galgi uchrashuvimiz ham sizda yaxshi taassurot qoldiradi degan umiddamiz, sababi dasturimizning bugungi ishtirokchilari eng sara ijod namunalarini sizning e'tiboringizga havola etishadi. Ularning chiqishlarini baholash esa siz azizlar hukmiga havola. Shunday ekan, dasturimizni boshladik. Bugungi kunda san'at olami yosh ijodkorlar bilan boyib bormoqda. Yoshlarimiz orasida iste'dodlilari, iqtidorlilari shu qadar ko'pki, ularni ko'rib quvonamiz. Ularning har biriga omad tilagimiz. San'at bo'stonidagi qadamingiz mustahkam bo'lsin. Albatta, o'z o'rningizga ega bo'ling degimiz keladi. Ko'rsatuvimizning asosiy maqsadi ana shunday iqtidorli yoshlar bilan sizlarni tanishtirish va ularning iste'dodlaridan bahramand etish. Hozir studiyamizga taklif etadigan ishtirokchimiz ham san'at olamiga dadil qadamlar bilan kirib kelgan yoshlardan. Marhamat, tanishing, Nihol mukofoti sovrindori Qahramon G'ulomjonov. Kecha bog'ida oy shu'lasi tushmas edi yuzlarimga, barg aro boqqan o'sha yulduz bugun qo'nar yuzlarimga. Negadir orzu qadi desam mana kuz kelibdi yana. Hamon shu kuz tonglari, visol onlarim eslarman nigor. Hamon dilda umid bor, ko'risharmiz balkim yana kuz kuni. Barg aro boqqan o'sha yulduz bugun qo'nar yuzlarimga. Negadir orzu qadi desam mana kuz kelibdi yana. Qo'msayman kuz tonglarini, so'lim bog'lar chiroyini. Kuz keldi, gullar so'ldi gulbog'imda, sen dil bog'imda. Sen hamu kuz tonglarin, visol onlarim esla, esla ey nigor. Hamon shu kuz tonglari, visol onlarin eslarman nigor. Hamon dilda umid bor, ko'risharmiz balkim yana kuz kuni. Barg aro boqqan o'sha yulduz bugun qo'nar yuzlarimga. Sen hamu kuz tonglarin, visol onlarin esla, esla ey nigor.
Assalomu alaykum qahramon, studiyamizga xush kelibsiz. Qahramon, aytingchi, san'atga bo'lgan qiziqish qachon paydo bo'ldi sizda va bunga kim sabab yoki kimlar sabab? Avvalambor assalomu alaykum. San'atga bo'lgan qiziqishim shu bolalik chog'larimdan boshlangan, chunki ota-onam meni shu san'at sohasiga qiziqtirishgan. Ayniqsa onam ular menga har kuni she'r yodlatib, ashula o'rgatib, hattoki kechalari har kuni alla aytib berardilar. Shularning barchasi ta'sirida mana shu san'atga bo'lgan qiziqishim uyg'ongan, aynan shu musiqa sohasiga. Va o'sha eslayman, yoshligimda adamlar ham, o'yinchoqlarimiz ham musiqa asboblaridan bo'lardi. Har xil kichkina pianinochalar, barabanchalar. Shu asosida mana shu san'atga bo'lgan qiziqishim uyg'ongan. Juda ham yaxshi qahramon. Mana bugungi kunda teletomoshabinlarimiz orasida, yurtdoshlarimiz orasida juda ko'pchilik siz faoliyat yuritadigan, ya'ni oilaviy tuzgan havas ansamblingizni bilishadi, tanishadi, ko'p bora kuzatishgan va o'ylab qoldim shu ko'rsatuv avvalida, hatto nomi ham juda o'ylanib, did bilan chiroyli tanlangan ekan, chunki ko'pchilikning havasiga, qiziqishiga sabab bo'ladi va kerak bo'lsa, tengdoshlaringiz ansamblni ko'rib, sizdan qaysidir ma'noda o'rnak ham olishadi. Keling, hozir mana shu ansambl haqida, uning faoliyati haqida gaplashsak. Albatta. Hozir nomini aytib o'tdingiz, chiroyli qo'yilgan deb. Havas nomini o'zi avvalambor shu mana shu san'at sohasida eng buyuk ustozlarimizga havas ma'nosida, yana o'sha buyuk san'atkorlarni qilgan ishi yoki o'sha iste'dodli insonlarga havas barobarida qo'yilgan bu nom. Faoliyat ko'rsatayotganimizga 6 yil bo'ldi. 2013 yil tashkil topganmiz. Oilamizda 4 ta farzand, hammamiz musiqachimiz. Kichkina singlim Robiyaxon hozir 2-sinfda Giler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyida tahsil oladi. Xalqaro tanlovlar g'olibi, skripka cholg'usida ijro etadi. Ukam Dostonbek 8-sinfda xuddi shu o'quv dargohida, u ham xalqaro tanlovlar g'olibi. Singlim Shahnoza hozir Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy dizayn va rassomchilik instituti talabasi. U ham shu oldin Gilerda o'qib, fortepianoda o'qigan va o'zim ham shu musiqa sohasida bo'lganim uchun ota-onamda bir fikr tug'ilgan, shunaqa bularni bir guruh qilib, nima deydi, konsertlar tashkil qilsak. Endi guruhimizning asosiy maqsadi shu jahon klassik musiqalarini targ'ib etish hamda chet el sahnalarida xudo xolasa nimalarimiz bor, niyatlarimiz bor. O'zimiz o'zbek milliy san'atimizni ham shu chet el sahnalarida ijro etish maqsadimiz. Albatta biz bunga ishonamiz va bir-biridan go'zal, chiroyli ijod namunalarini kutamiz sizlardan. Endi mana respublikamizda bugungi kunda o'tkazilayotgan juda ko'plab ko'rik-tanlovlarda ishtirok etyapsiz. Nafaqat yurtimizda, balki jahon miqyosida o'tkazilayotgan ko'rik-tanlovlarda ham havas ansambli bilan birgalikda va ba'zan yakkahon tarzda ham, to'g'rimi? Keling, mana shu ko'rik-tanlovlardagi ishtirokingiz haqida gaplashsak. Juda ko'plab xalqaro tanlovlar hamda o'zimiz respublikamizda o'tkazilgan tanlovlarda ishtirok etganmiz. Respublikamizda yosh ijrochilar ko'rik tanlovi bo'lib o'tgan litsey va kollej o'quv yurtlari orasida u 2011-yili Samarqandda bo'lib o'tgan. 3 bosqichdan iborat juda ham men uchun qiyin bo'lgan ko'rik tanlov. Shu ko'rik tanlovda ham birinchi o'rin sovrindori bo'ldim va bu o'sha O'zbekiston davlat konservatoriyasiga kirish uchun imtiyoz berdi menga. Bundan juda ham xursand bo'ldim va 2012-yili Fransiyaning Parij shahrida bo'lib o'tgan xalqaro pianinochilar ko'rik tanlovida ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Undan so'ng eng quvonarlisi men uchun 2013-yilda bo'ldi. Nihol davlat mukofotiga sazovor bo'lganim. Bundan men juda ham xursandman va o'ylaymanki, mana shu barcha yutuqlarim bitta o'zim mehnatim emas, bu yerda albatta ustozlarimni, qolaversa ota-onamni juda ham katta mehnatlari bor. Shuning uchun ularga men o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Yaqinda 2016-yil dekabr oyida yosh bastakorlar orasida Ijodimiz senga vatan nomli ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Hozirda men O'zbekiston davlat konservatoriyasining magistrantiman, bastakorlik san'ati yo'nalishida o'qiyman. Ustozim dotsent Oydin Abdullayeva. Mana shu ko'rik tanlovda fortepiano va orkestr uchun yozilgan konsertimni namoyish etdik va ushbu ko'rik tanlovda ham birinchi o'rin sovrindori bo'ldim. Va undan so'ng meni oxirgi ko'rik tanlovim Hindistonning Mumbay shahrida bo'lib o'tgan Dilhe Hindustani nomli ko'rik tanlov bo'ldi. Ushbu ko'rik tanlovda 160 ta
ishtirokchilardan iborat bo'ldi ushbu ko'rik-tanlov. Juda ham katta, o'sha har xil davlatlardan yig'ilgan, Amerikadan, Avstraliyadan, Rossiya, Ukraina, har xil shaharlar, hattoki Hindiston o'zidan 100 dan ortiq ishtirokchilar qatnashdi. Va mana shu ko'rik-tanlovda o'sha jahonga taniqli bo'lgan kino rejissyor Karan Johar va mashhur san'atkorlar o'tirishdi juri a'zosida. U yerda hindcha qo'shiq ijro etdim birinchi bosqichda. Ularga juda ham manzur bo'ldi, qoyil qolib, nima qilib oltin disk berishdi. Birinchi bosqichdan 30 nafar ishtirokchi keyingi bosqichga o'tdi. Juda ham yaxshi, tabriklaymiz qahramon. Rahmat. Keling, hozir aynan shu ko'rik-tanlovda ijro etgan o'sha qo'shiqdan birozgina xirgoyi qilib bersangiz, teletomoshabinlarimiz ham maza qilib tinglashadi. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो Judayam chiroyli, ofarin. Hatto o'sha ovozingizdagi nolalar, bir qochirmalar ham judayam hind qo'shiqlariga, hind xonandalari ijro etgandek chiroyli chiqdi. Tabriklaymiz. Qahramon, bilishimizcha ko'pgina qo'shiqlarga o'zingiz kuy bastalaysiz, to'g'rimi? Va mana shu bastalagan kuylaringiz orasida Parvozlar zavqi deb nomlangan kuyingiz juda mashhur. Keling, mana shu kuyning yaratilish tarixi haqida gapirib bersangiz. Ushbu kuyning yaratilish tarixi 2012-yilga borib taqaladi. O'sha paytlari juda ham bastakorligiga bo'lgan ilk nimalarim paydo bo'lgan. Qiziqishlarim. O'shanda o'ylab yurganman, qanaqa kuy yaratsam ekan deb. Kuy yaratmoqchi bo'lganman, o'xshamagan. Keyin kechasi tushimda konsert zalini ko'rganman va u yerda orkestr o'tirib bir chiroyli kuy ijro etayotgan ekan. Ana shu kuy miyamda qolib ketib, ertasi kuni turib shuni nima qilib qog'ozga tushirishga harakat qilganman. Shu orqali qanaqadir ilhomlanib, menimcha o'ylaganimdan kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta, juda ham chiroyli tarix bor ekan bu kuyni. Keling, hozir birgalikda barchamiz va teletomoshabinlarimizga mana shu ajoyib chiroyli kuyni hadya etamiz.
Qahramon, sizga samimiy suhbatingiz va eng sara ijod namunalaringiz bilan ishtirok etganingiz uchun katta rahmat, tashakkur, ijodiy parvozlar zavqini tilab qolamiz. Salomat bo'ling. San'at yo'lida samarali ijod qilib, el nazariga tushish, muxlislar olqishiga sazovor bo'lish uchun noyob iste'dodning o'zi kamlik qiladi. Sababi bu soha insondan tinimsiz mehnat va izlanishlarni talab etadi. Har bir qilingan ijobiy xatti-harakat xonandani yuksaklikka eltadi. Bugungi kunda yoshlarimiz orasidan juda ko'plab iste'dod egalari yetishib chiqmoqda va ular ustoz san'atkorlarimizdan meros bo'lib qolgan o'lmas asarlarni mukammal o'rganib, professional darajada ijro etishga harakat qilmoqdalar. Ana shunday intiluvchan yoshlardan biri Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblining xonandasi Quvonchbek Do'stmurodov. Hozir ular ijrosida Yovoyi tanovvur ashulasini tinglaymiz. Asıl yavrunya bulsa asıl yavrunya bulsa labine uçmayan mihri abliyen sen Şel yavrin gamdın azat bul sen Rusya O şel yavrin gamdın azat bul sen
Çınarını bergi dik vay Çınarını bergi dik vay Hamisha asrasın sizni Hiç g'ubor qo'nmasin sizga nega o'rmay Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Mahoratli ijro uchun rahmat. Quvonchbek, aytingchi, san'atga qiziqishingizga kimlar sabab bo'lgan? Avvalambor assalomu alaykum. Endi san'atga qiziqishimga avvalambor shu oilamdagi muhit sababchi bo'lgan. Chunki bizni oilamizda san'atkorlar oilasi desam adashmayman, chunki san'atga, mumtoz san'atimizga juda ham qiziqish baland. Oilamizni boshi deymiz, sulolamizni, ya'ni Do'stmurodovlar sulolasini bir ko'zga ko'ringan hofizi, O'zbekiston xalq hofizi bizni oilamizni boshi. Ustozim Beknazar aka Do'stmurodov bo'ladilar. Shu Beknazar aka Do'stmurodovni men davomchilariman. Shu muhit, uydagi muhit, bizda san'atkorlar ko'p oilamizda. Ammalarim bor, ashula aytadigan, keyin amakilarim bor. Maktab davrida ham menga ustozlik qilgan birinchi ustozim o'zimni amakim Zayniddin Do'stmurodov bo'ladilar. 4-5 yoshimdan ashula aytishni boshlagan ekanman. Shu oiladagi muhit sababchi bo'lganman. Juda ham yaxshi. Bilasiz, mana milliy qo'shiqlarimiz, mumtoz navolarimiz tinglovchi qalbiga xush yoqadi. Ularni qandaydir bir sehri, jozibasi bordek. Mana shu klassik ashulalarimizni ijro etayotganingizda qaysi jihatlariga ko'proq ahamiyat qaratasiz? Mumtoz ashulalarimizni albatta birinchi navbatda so'zlariga ahamiyat berish kerak, keyin uni ohanglariga ahamiyat berish kerak. Keyin buyuk ustozlarimiz buyuk asarlarni yaratib ketishgan. Misol uchun bastakorlik ijodiga bir qaraganimda ularni buzmasdan, o'sha so'zlarini ham iloji boricha ustozimdan so'rab buzmasdan ijro etishga harakat qilaman. So'zlariga, uni o'sha nola qochirimlariga ko'proq ahamiyat beraman. Juda yaxshi. Endi aytingchi Quvonchbek, mana shu ashulalarni o'rganishingizda, umuman ijod olamida sizga kimlar ustozlik qiladi? Keling, hozir ustozlar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsak. Endi albatta birinchi marta poytaxtga o'qishga kelganimda 2006-yil Respublika musiqa kollejiga an'anaviy xonandalik bo'limiga o'qishga kirganman. Bu yerda menga ilk bor mana shu tambur sozini qo'limga tutqizgan, mana shu katta san'atda o'z yo'llarini, san'at yo'llarini o'rgata boshlagan, hali ham o'rgatib kelyaptilar. Nafaqat san'atda, hayotda ham ustozim sanaladi. Ustozim O'zbekiston xalq hofizi Beknazar aka Do'stmurodov. Yana boshqa ustozlarim ham bo'lgan kollejda, ya'ni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sharq bulbuli degan yana e'tiroflari bor. Nasiba Sattorova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ahmadjon Dadayev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hurriyat Isroilova, yana boshqa ustozlarni ham darslariga kirib o'tirardim. Ulardan nimadir olishga harakat qilardim. Keyin kollejni tamomlaganimdan keyin institutga o'qishga kirdim, san'at va madaniyat
institutiga. U yerda ham bir qator ustozlarim bor. Aktyorlik san'atidan ustozim Ramziddin Qodirov dars berganlar. Vokal darsidan Sherzod Pirmatovdan dars olganman. Hozirda o'qishni tugatib, maqomchilar ansamblida xonanda bo'lib ishlab kelmoqdaman. Quvonchbek juda ham ustozlarga boy shogird ekansiz. Albatta. Ularning yo'llarini bersin deb qolamiz. Endi bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarimizga hozir qaysi ashulani taqdim etmoqchisiz? Sobir Abdulla so'zi bilan Orifxon Xatamov musiqasi Ko'zing degan ashulani ijro qilib bermoqchiman. Yaxshi, marhamat, biz esa birgalikda tinglaymiz va baho beramiz. Sevganim boqsam xabar berdi vafolardan ko'zing. Sevganim boqsam xabar berdi vafolardan ko'zing. Asradi yuşum hayalım işte bağlardan kuzey. Lütfüle bağok bilen könlüm avulturdu meni. Nimniga nazik tabassum likki bağlardan ko'zing. Yaştın ağzım açırmaz erdi ham aşkdan ko'zing. Boqmadi oldi qasavsin bexayollardan ko'zing. Vaqtni bu yash qaraya jonim kechirmashga balo. Shukrikim saqlar mani bunday balolardan ko'zing. Hay voy. O'zgalar ko'z solmasin yoring, sabr va qul. Uzmagil yortin yana oshnalardan ko'zing. Uzmagil yortin yana
Bugungi kunda yoshlarimiz uchun barcha imkoniyatlar eshigi ochiq. Qaysi sohaga qaramang, iqtidorli yoshlarning qo'lga kiritayotgan yutuqlariga, o'z kasbining chinakam egasi bo'lishga intilayotganliklariga guvoh bo'lamiz. Ayniqsa san'at sohasida asl iste'dod egalari ko'pchilikni tashkil etadi. Ular o'z mahoratlari va tinimsiz mehnatlari bilan el nazariga tushish, ustozlarning ishlarini davom ettirish maqsadida izlanmoqdalar, o'qib o'rganmoqdalar. Studiyamizning navbatdagi mehmoni ham tanlagan kasbining yetuk mutaxassisi bo'lish niyatida. Marhamat kutib oling, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining 2-bosqich talabasi Yulduz Zokirova. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Jonli ijro uchun katta rahmat. Keling, avvalo siz bilan yaqindan tanishib olsak. Assalomu alaykum. Men Jizzax shahrida tug'ilib voyaga yetganman. Bolaligimdan musiqaga qiziqishim sababli 7-bolalar musiqa maktabini tamomlab, Jizzax san'at kollejini tugatganman. Hozirda O'zbekiston Davlat konservatoriyasining 2-kurs talabasiman. Akademik xonandalik yo'nalishida tahsil olmoqdaman. Yulduz, mana bugungi kunda ko'pchilik san'at sohasida faoliyat yuritayotgan yoshlarimiz estrada yo'nalishida kuylashga qiziqishadi. Siz esa opera xonandalik yo'nalishini tanlabsiz. Aytingchi, bunga sabab nima? Har bir opera asarida albatta bir voqea tasvirlanadi. Mana shu asarlardagi aynan ruhiy kechinmalar meni o'ziga jalb etgan. Shu bois ham opera xonandaligi yo'nalishini tanlaganman. Suhbatingiz uchun katta rahmat, Yulduzxon. Endi bizga qaysi asarni ijro etib bermoqchisiz? Mirtemir she'ri bilan Tolibjon Sodiqov musiqasi Bulbul asarini ijro etib beraman. Yaxshi, rahmat. Biz esa birgalikda tinglaymiz va baho beramiz. Marhamat.
Eslatib o'tamiz, siz Navo musiqiy telekanalida Kuyla yoshligim dasturini tomosha qilyapsiz. Iste'dodli yoshlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Endigi ishtirokchimiz ham yaxshi san'atkor bo'lib, el nazariga tushish, ustozlari ishonchini oqlash maqsadi bilan ijod qilayotgan, mehnat qilayotgan yoshlardan. Marhamat kutib oling, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining estrada xonandaligi yo'nalishi 3-bosqich talabasi Akbar Fayziyev. Hozir ular ijrosida Frank Sinatra repertuari
Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Akbar, aytingchi, san'at sohasini tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Assalomu alaykum. San'at sohasiga qiziqishim bolaligimdan paydo bo'lgan. Yoshlik chog'imdan qo'shiqlar aytib, kuylab, so'z chalib qiziqishni boshlaganman. Birinchi kursga Qarshi san'at kollejiga qabul qilinganman, estrada xonandaligi yo'nalishiga. O'qituvchilarim Bekzod Namozov, Azamat Qayumovlardan estrada sirlarini o'rgana boshlaganman. Va hozirda O'zbekiston davlat konservatoriyasida Yunus To'rayev qo'llaridan tahsil olib boryapman. Yaxshi, Akbar, endi aytingchi, mana biror bir yangi qo'shiq yaratayotganingizda eng avvalo qo'shiqni she'riga e'tibor qaratasizmi yoki musiqasigami? Qo'shiq yaratishdan oldin uni she'riga e'tibor beramiz. She'r o'sha ko'ngilga o'tirsa, yoqsa, o'sha she'rni men keyin olib bastakorga olib borib, birgalikda eshitib ko'rib, o'qib ko'rib, keyin birgalikda o'shanga musiqa yaratib, chiroyli kuylashga harakat qilamiz. Juda ham yaxshi. Endi qaysi ustoz san'atkorlarning ijro yo'llari sizni qiziqtiradi va ulardan nimalarni o'rganishga harakat qilasiz? Estrada sirlarini hammasini o'rganishga harakat qilaman. Yana ustoz san'atkorlardan yoshligimdan eshitib, hozirgacha eshitib tinglab kelaman. Bu Botir Zokirov, Farroz Zokirov qo'shiqlarini har doim tinglab, qiziqib, ularga havas qilaman. Rahmat. Akbar, hozir ijro etadigan qo'shig'ingiz qanday nomlanadi? Hozir ijro etib beradigan qo'shig'im bu Ahad Qayum so'zi, Davron Tursunov musiqasi bilan Lablarim sevgidan so'zlar qo'shig'ini ijro etib beraman. Rahmat. Ushbu qo'shiqni sizning ijroyingizda teletomoshabinlarimiz hukmiga havola etamiz. Marhamat. Açık azobimsan, shirin yolg'oni, ba'zida yaxshimsan, ba'zan yomoni. Sen bilan go'zaldir orzu armonim, sen borsan lablarim sevgidan so'zlar. Açık azobimsan, shirin yolg'oni, ba'zida yaxshimsan, ba'zan yomoni. Sen bilan go'zaldir orzu armonim, sen borsan lablarim sevgidan so'zlar. Yonimga kelasan, mayin kulasan, ko'zlarimga qarab dardim bilasan. Yana meni qiynab nimalar qilasan, sen borsan lablarim sevgidan so'zlar. Oshiqman bu chashmi ohulariga, nayzak prikillaru kokillariga. So'zlaringni sehri jodulariga, sen borsan lablarim sevgidan so'zlar. Yonimga kelasan, mayin kulasan, ko'zlarimga qarab dardim bilasan. Yana meni qiynab nimalar qilasan, sen borsan lablarim sevgidan so'zlar.
yonimga kelasan, mayin kulasan, ko'zlarimga qarab dardim bilasan. Yana meni qiyna, nimalar qilasan, sen borsan lablarim sevgidan so'zlar. Meni sevgilar. Bugungi dasturimizda ijod mahsullari bilan ishtirok etgan barcha aziz mehmonlarimizga tashakkur izhor etamiz. Elimizning sevimli san'atkorlari bo'lib, yuksak cho'qqilarni zabt etishingizda omad tilab qolamiz. Aziz muxlislar, Kuyla yoshligim dasturining yana bir sonini e'tiboringizga havola etdik. Bugungi ijod mahsulimiz bilan ko'nglingizga yo'l topishga harakat qildik va umid qilamizki, harakatlarimiz zoye ketmadi. Dilbar taronalar qalbingizdan joy oldi. Chindan ham shunday bo'lsa, demak, bizning murodimiz hosil bo'ldi. Navo telekanalini kuzatishda davom eting. Biz siz uchun ijod qilishdan mamnunmiz. Kelasi diydor qadar omon bo'ling.